Uy sharoitida eng oson usullar bilan endokrin sistemadagi muammolarni hal qilamiz. Hozirgi kunda homilador bo'la olmayotganlar juda ham ko'p. Mioma kistalar bilan, polikistoz bilan kasallanayotgan va erkaklarda esa prostata bezi yallig'lanishi bilan muammolar juda ham ko'pligi hisobiga aynan bu videoni сохранить qilib oling va yaqinlarga ulashib qo'ying. Borovaya matka, krasnaya shotka. Borovaya matkani iste'mol qilishda esa, ya'ni homilador bo'la olmayotganlar uchun juda ham foyda. Og'riq qoldiruvchi, CD haydovchi, immunitetni qo'llab-quvvatlovchi hisoblanadi. Mikroblarga qarshi o'smalarni yo'qotuvchi va tanani yoshartiruvchi. Krasnaya shotka esa endokrin sistemada, ya'ni gipertiroz, gipotiroz holatlarida qalqonsimon bezning ishishi yoki bo'lmasam tugunlik buqoqda ham juda ham foydali. Immun sistemani yaxshilaydi, osteoskleroz, ya'ni yomon xolesteringa qarshi kurashadi. Anemiya va likoz, sistitda esa juda ham foydali. Tayyorlanishi juda ham oson. Borovaya matkadan bir qoshiq olamiz maydalangan holatda va qo'lingizda shunchaki maydalab olsangiz ham bo'ladi. Krasnaya shotkani ham xuddi shunchaki olasiz. Ya'ni 250 gram qaynagan suvga borovaya matkadan bir qoshiq, krasnaya shotkadan bir qoshiq solasiz va 40 daqiqaga shunchaki o'rab qo'yasiz. 40 daqiqadan keyin esa ovqat bilan birga yoki ovqatdan 10 minut oldin ichib, ya'ni kurs bo'yicha davom etasiz. 3 hafta ichasiz, 7 kun, 8 kun dam olgan holatda yana takrorlashingiz mumkin bo'ladi. Instagram sahifamga obuna bo'ling, yaqinlarga ulashib qo'ying. Telegram kanalimda esa to'liq natijalari bor, aktualniyda esa aniq ma'lumotlarga ega. Tayyor bo'lgan damlamani ovqatdan avval yoki ovqat bilan birgalikda iste'mol qilishingiz mumkin, ya'ni ichishingiz mumkin. Mumkin emas holatlari 16 yoshdan kichik homiladorlarga umuman mumkin emas. Yana postda to'liq holatda ma'lumotlar qoldiraman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar gruppadagilar. Men shu borovaya matka bilan krasnaya shotkani ikkalasini bitta qilib 3 oy ixlos qilib ichuvdim. Shu anaqalarim kista, miomalar, fibroadenoma bor edi ko'kragimda. O'shalar so'rilib yaxshi bo'lib ketibdi. Sizlarni ham ichishlarini tavsiya qilaman. Hammasi yaxshi bo'ladi.